Tushda xazina ko'rishning ta'birlari. Tushda xazina ko'rish halol daromad, o'lja, molga ishoradir. Xazina ko'rish ba'zan zinodan orttirilgan farzandga dalolatdir. Xazina kiyim, ma'dan, uylanmoqchi bo'lgan kishi uchun bokira qiz, yig'ilgan, zakoti berilmagan mol deb ham ta'bir qilinadi. Biror kishi tushida xazina topsa va unga kirishga to'sqinlik bo'lgan ba'zi narsalar borligini ko'rsa, uning xasis va molining zakotini bermagan odam ekanligini tushuniladi. Agar u olim bo'lsa, ilmda ziqnalik qilgani, amaldor bo'lsa, qo'l ostidagilarga teng qaramagani ma'lum bo'ladi. Tushdagi xazina rafiqadir. Xazinaning ag'naganini ko'rgan kishining xotini o'ladi. Agar xazinaga erishishga to'siq bo'ladigan biror narsa bo'lmasa, u ayolning isrofgar, nomussiz ekanidan darak beradi. Bunday tush erkaklar uchun xayrlidir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani biluvchi zot yolg'iz Allohdir.